O'zbekistonda so'nggi yillarda tog'-kon sanoati va geologiya yo'nalishida amalga oshirilayotgan islohotlar xorijiy kompaniyalar tomonidan yuqori baholanib, bu sohadagi ochiqlik, innovatsion yondashuv hamda barqaror taraqqiyotga intilishlar alohida e'tirof etilmoqda. Shu bilan birga hozirda ko'plab xorijiy hamkorlar texnologik metallar sohasida ham o'z taklif va tashabbuslarini ilgari surmoqda. Bunda O'zbekiston texnologik metallar kombinati alohida o'rin tutmoqda. Navbatdagi lavhada kombinatning yana bir xorijiy kompaniya bilan hamkorligi xususida so'z boradi. Bugungi kunda O'zbekiston texnologik metallar kombinati ko'plab xalqaro kompaniyalar bilan samarali hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Ana shunday hamkorlik uchrashuvlaridan biri AQShning nufuzli Cow Capital kompaniyasi boshqaruvchisi Penny Althouse boshchiligidagi delegatsiya ishtirokida bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida O'zTMK faoliyati va investitsiya loyihalari bo'yicha taqdimot o'tkazilib, mamlakatimizda geologiya va tog'-kon sanoatini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar hamda investorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar haqida fikr almashildi. Shundan so'ng delegatsiya vakillari kombinat tasarrufidagi nodir metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarish zavodi, shuningdek Samarqand viloyatidagi ingichka boyitish fabrikasi faoliyati bilan ham yaqindan tanishdilar. Kompaniya boshqaruvchisi Penny Althouse texnologik jarayonlarga qiziqish bildirib, ishlab chiqarishning har bir bosqichini batafsil o'rgandi. U ayniqsa resurslarni samarali qayta ishlash, yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar yaratish va xalqaro standartlarga mos texnologiyalarni joriy etish bo'yicha O'zTMK tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarni yuqori baholadi. Bu mening O'zbekistonga ilk tashrifim. Oilamning Toshkent va Samarqand shaharlarida yashash tarixiga ega bo'lganini hisobga olsak, bu tashrif men uchun alohida ahamiyatga ega. Taassurotlarim katta. O'zbekistonda tog'-kon sohasida amalga oshirilayotgan ishlarni ko'rib ayta olamanki, mamlakatingiz AQSh va Yevropa uchun kritik minerallar xomashyosidan tayyorlangan qo'shimcha qiymat qo'shilgan mahsulotlarni yetkazib beruvchisiga aylanishga tayyor. Biz O'zTMK bilan potensial hamkorlikning bir nechta yo'nalishlarini ko'ryapmiz. Birinchidan, biz turli xil materiallarni qazib olib, ularni oraliq darajaga, ba'zi hollarda esa chuqurroq qayta ishlash bosqichiga yetkazamiz. Ammo O'zbekiston, xususan O'zTMKda ma'lum bir materiallarni muhim xomashyolarni yakuniy mahsulotga aylantirish bo'yicha tajriba va ishlab chiqarish imkoniyatlari mavjud. Shu bois bu yerda hamkorlik uchun imkoniyatlarni ko'ryapmiz. Texnologik metallar sanoatida xalqaro hamkorliklarga ochiqlik mamlakatimizning global ta'minot zanjirida ishonchli va barqaror hamkor sifatida shakllanayotganidan dalolat beradi. Cow Capital kabi nufuzli kompaniyalar bilan o'rnatilayotgan aloqalar esa ushbu yo'nalishda strategik sheriklikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.